Xitoy Kompartiyasi yaqında Qashqarda Kompartiya 20-ci növbətlik qurultayı 3-cü ümumi yığınının royunu çonqur ögünüş, izchillashtirish va Janubiy Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish nomida bir yig'in chaqirgan. Biroq taraqqiyotni ilgari surish nomida ochilgan bu yig'inda asosiy qatlamda terrorlikqa qarshi turishni, muqimlikni qo'g'dashni chonqur olg'a siljitish ta'kidlangan. Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarda deyilishicha, 28-iyul kuni Qashqarda chaqirilgan bu yig'inda partiyakom sekretari Ma Xingru maxsus so'z qilgan. U mundaq degan: terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni chonqur olg'a siljitib, shu xil kuchlarga qattiq zarba berishdek yuqori besim holatini qat'iy tavranmay saqlash kerak. Ma Xingru yana chet ellardagi kuzatuvchilar tarafidan assimilyatsiya siyosati deb atalayotgan Junxo milliy o'rtaq gavdasi engini kuchaytirish, millatlarni yo'g'iritish haqida nuqtaliq to'xtalgan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonni Yevroasiyo xalqaro aviatsiya markazi qilishni ilgari suradigan yetakchi loyihani e'lon qilgan. Xitoy xabarlari to'rining xabaridan qaraganda, Xitoy aviatsiya idorasi bilan Uyg'ur rayonlik hukumat tarafidan e'lon qilingan loyihada Uyg'ur elining markazi Urumchini ommaviy aviatsiya sistemasining xalqaro markaziga aylantirib, yadrolik markaz qilish va Qashqar, Korla, Eli, Turpan, Xotan, Qarmay va Oroldagi aerodromlarni yordamchi markaz qilish planlanmoqda ekan. Xitoy hukumati yaqindan buyon O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni qattiq kuchaytgan edi. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilik tufaylidan g'arb dunyosida Xitoyga qartilgan turli iqtisodiy jazolar o'ttirg'i chiqayotgan bu paytda Xitoyning O'rta Osiyoga yuzlanishni tuyuqsizlik kuchaytirishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan edi. Amerika hukumati yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalarining Xitoyning o'zak ishlab chiqarish korxonalariga eksport qilinishini cheklaydigan yangi belgilam chiqargan bo'lib, maqsadi Xitoyning sun'iy idrokni taraqqiy qildirish iqtidorini cheklash ekan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, bu yangi belgilama Avstraliya, Tayvan, Singapur va Malayziya qatorliq davlatlarga ta'sir ko'rsatadi ekan. Lekin Yaponiya, Koreya va Gollandiya qatorliq Amerikaning ittifoqdoshlarining mol chiqarish miqdori bu cheklamadan kechirim qilindi ekan. Bu xabardan keyin Çarşamba günü yerim ötküzgüç sanoatining boshlamchi ta'minlaguvchisi bo'lgan Gollandiya ASML şirketining pay bahasi 10% o'sgan. Xabar qilinishicha, Germaniya doiralari Germaniya hukumatining 2021-yil federativ yer o'lchash va sizish idorasiga qartilgan tor hujumini tekshirish orqali Xitoy davlat xodimlari tor hujumiga mas'ul bo'lishi kerak deb bekitganligini aytgan. Germaniya hukumati bu ish uchun Xitoyning Berlinda turishliq bosh elchisini ministerlikka chaqirib e'tiroz bildirgan bo'lib, bu Germaniyaning necha 10 yildan buyon tunji qatim Xitoy bosh elchisini chaqirtish ekan. Germaniya tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Sebastian Fischer Germaniya hukumatining yer o'lchash va sizish idorasiga qartilgan tor hujumining kelish manbasi haqida istixborot organlarining ishonchli uchurlari bor degan. Turkiya taratqullarining xabar qilishicha, Turkiyaning Konya shahri Beyshehir noyasida Sharq Turkiston va Falastin uchun xayr-saxovat bozori ochilgan bo'lib, faoliyatni Konya Beyshehir rayonlik muftiy ishxonasi va Turkiya Diyanet Vakfi Beyshehir sho'basi uyushtirgan. Faoliyat Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlangan bo'lib, murosimda so'z qilgan viloyatlik mufti professor Aliga qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarni oz bo'lsa-mu qo'llashning muhimligini ta'kidlab, bu xil faoliyatlarning jamiyatning hamkorlik va ittifoqlik ruhini kuchaytirganligini aytgan. Iqtisodshunos jurnali Xitoyning nurg'un sohalarda ko'plab orqa saf ta'minot setib olganligini, buning mumkinchiligi bo'lgan urushga tayyorlik qilish maqsadi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Iqtisodshunos jurnali Xitoyning bu yilning oldingi yerimida ko'plab setib olgan zo'r miqdorda neft, tabiiy gaz, mis va oshliq qatorliqlarda og'ir paylarni borliqqa keltirganligini ko'rsatib, buning yangi jug'rofiyalik siyosiy jiddiylikning bishorat ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu g'oyat zo'r omborning kelgusidagi bir masalani ishorat qiladiganligi, Janubiy dengizda to'qinish yuz berish ehtimolligi borligi ko'rsatildi.